Direktor, bu bo'lsa ishchilar shirkatimizning yangidan bozor salmoqchi bo'lgan Chipay yazib oshqozon tal quvvatlash jawharining yampinsi sizni TTP sinaqdan o'tkazib beramizki deb aytgan. Ha, bu maslotniki yampons chiqib bo'pti-da. Akil, men tegizib qo'y. Nima yapayapman? Qandayroq? Ta'min bek pes qilibdi juma. Va maslot mazaq salsaq bo'lib ekan. Men qarang, bu yeringizga tepishib qoldi aytib qo'y. Bu adam qalbidan chiqqan pastkashlar. Ko'rdiganni ko'rding qara. Sen ko'rganda ishlar mana mushunda. Buni ortiq tushuntirishimning hojati yo'q-ku deyman, ha? Hey. Men sana ayagishib o'tqa kirdisang o'tqa, so'l kirdisang so'l kirib mishay kelmadimmi? Sen şirket qilgan bo'lsam, moldiron men setishmadim. Sen jafoliq ishlagan bo'lsam, men sendep uylar kech-kechlab saqlab o'tdim. Yeşil Gülher şirketini bugun kunga 2 oygacha totmagan japa, alman tilazala qilmadi. Endi sen total pul tepilib bilan menda voz kechmoqchiman. Voy shplas! Og'zingiz biqib kep qiling ha. Shoyingiz do'g'o tayin yo'q endi xiyingiz emas ne? Bu altыңızdan ma bizim başlayıp dur kadar maskilsiz. Bu siz! Siz onun yan bir satamsınız. Acaba aranızda muhabbet kalmadı mı? Muhabbet? Ne muhabbet o? Doğru. Ben hazır pul taptım. Adım pul tapsı çok para. Muşta özgüreydiken. Çünkü etrafımda şunda çırayla kızlar pervanedek tuğsa. Ben özgürme kim özgüreydi o? Ha? Sanatçı ezmeydiğim bir iş bu ama. Mana. Avço. Şirket, zavod, maşina, şirket maliyasideki bütün pul, uy, hemmini senin namına yetkazib qo'ydim. Ben de iş narsa qolmadi. Ben qo'rqib chiqdim. Sen bu narsalarni elab baxtli bo'lib. Direktor. Vay şunlar! Vay direktor ne bo'ldingiz? Başını chaqirib doktorxonaga boraylikmi? Yapıldı. Yok siz. Kesin kozulub qoldi. Ah. Rahmatsiz. Hayatda bu yana pek yaxshi qilishmaymiz. Vay direktor kesiniz va adam cho'ng doktorxonaga berib kesiniz davatmay nemishqa shirkat va zavodning hamma yangani tashlab qo'yib, yangam bilan ajrashib ketishini talaysiz. Uning kesilim üzemga oyib. Ne qancha davolansam mı? Pul sarflagandan başka iş qanday foydasi yo'q. Ayni vaqtda ayolim ishimiz Yeşil Gül şirketimizni ming bir tasdiqni qurib, aram deganda bugungi kunga ulaşdi. Ben ayolimning mendan keyin qolgan vaqtda jafo tortib qilishini, ig'ir kunda qilishini faqatlam xohlamayman. Mening bekrosi bir kun olmaz 2 kunlik umrim bor. Mendan keyin qolgan vaqtda ayolimni yaxshi yashasin deb shunga qarab keldim. Vay direktor mashinam to'la doktorxonaga borib yuring ha. Siz kesinlikle yaşıyorsunuz. Demiş ki min deb o'zingizdan voz kechsiz. Men sizdan ayrılmayman. Şirketning pulini bermaymiz. Siz o'zingizni cho'qim saqlaysiz. Medine. Ben her qancha davolangan bilanmi baribir saqlayolmayman. Mendan keyin qolsangiz, siz hargiz jafoni qolsangiz bo'lmaydi. Bolamizga dadisining yo'qligini hargiz chiqim bo'lmaydi. Mayli nima ishli bo'lsin, shirkatni cho'qim saqlab qo'ying. Hamda xushallashamiz.